Hammaga salom aziz do'stlar. Men nimaga bu videoni ko'rayotganinglarni bilaman. Nimaga kelganinglarni ham bilaman. Ichingizda qanaqa og'riq, qanaqa muammo, qanaqa tashvishlar borligini ham bilaman. Qanchadan beri bu narsani yecha olmayapsizlar. Qanchadan beri bu muammoni hal qila olmayapsizlar. Bu narsani ham o'zi bilaman. Videoni oxirigacha ham ko'rsanglar, qanaqa qilib bilganimni, qayerdan bilishimni va nimani bilishimni ko'rib olsanglar bo'ladi. Va ushbu video sizlarga nima beradi deb savol berayotgan bo'lsanglar, men sizlarga aytaman. Men ushbu videoni 100 tadan oshiq erkaklar bilan gaplashib ko'rib, aynan o'zim obunachilarim bilan gaplashib ko'rib, ularning og'rig'ini tushungan holda, ularning hammasining og'rig'ini eshitib, bilib, ushbu videoni yozyapman. Meni hayron qoldirmagan narsa, to'shto men 100 ta odamdan bilan gaplashgan bo'lsam, 98 tasida muammo bitta. Bu xarizma, uverenность, o'zini to'g'ri tuta olmaslik, qayerdadir uyalish, pozitsiyasini yo'qotib qo'yish va так dalay. Bu muammolar hammamizda bor va ushbu video haqiqatan ham o'sha muammolarni yechishga yordam beradi. Birinchi o'rinda men sizlarga o'zimni tanishtirib o'taman va sekin-sekin temaga o'taman, lekin oldin aytib qo'ymoqchiman, agarda ushbu videoni siz oxirigacha ham ko'radigan bo'lsangiz, oxirida men sizlarga обязательно bitta bonus tayyorlab qo'yganman. Va o'sha bonusni qanaqa olishni videoni oxirigacha ham ko'rsangiz faqat bilasiz. Bu bonus o'zi sizlarga kerak, menga kerak emas. O'shaning uchun agarda yoqmayotgan bo'lsa, videoni o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Men bu videoni o'zi sizlar uchun yozyapman. Menga bu narsa qiziq emas, потому что men bu narsani tak bilaman. O'shaning uchun agarda foydasi tegish kerak, foydasi tegishini xohlamayman deyotgan bo'lsanglar, haqiqatan ham mana o'zingizlarga 1 yil, 2 yil, 3 yildan beri va'da qilib kelayotgan narsalarni qilmayapsizlar. Hatto bu videoni ko'rib, o'zingizlarni o'zgartirishga harakat qilsanglar, men xursand bo'laman. Kelinglar birinchi o'rinda o'zim bilan tanishtiraman. Videoda kimni ko'rayotganinglarni, kimni eshitayotganinglarni bilishinglar kerak. Men Amir Saliyevman. 24 yoshga yaqinda kirdim. Mana bu yil. 2002-yilman. Toshkentda tug'ilganman o'zim va 1,5 yilcha oldin o'zimni blogimni yo'qotishga qaror qildim. Nima sababdan deb so'rasanglar, men sizlarga aytaman. Men ham o'zi qachondir xuddi sizlarga o'xshagan odam bo'lganman. Latta sifatida, qizlarning orqasidan yugurib yuradigan, odamlar bilan muloqot qila olmaydigan, o'zini pozitsiyasida tura olmaydigan, odamlarga yo'q deyishga qo'rqadigan, birovlarning qo'yniga qarab o'zimga zarar bo'lsa ham, ularning xohishini chiqaradigan, narsalarni qiladigan ish qilganman. No, birdaniga hayotim haqiqatan o'zgarib ketdi. Men 3 oy depressiyada uyda o'tirib qolgan paytlarim ham bo'ldi va konkretni o'zim ustimda ishlagan paytlar bo'ldi. Men ham oldin sizlarga o'xshab, bilasizlarmi, motivatsion videolarni ko'rsam haqiqatan ham hayotim o'zgaradi deb o'ylagan edim. Kitoblarni o'qisam hayotim o'zgaradi deb o'ylagandim. Ko'p narsani bilsamgina hayotim haqiqatan ham o'zidan o'zi o'zgarib ketadi deb o'ylagan edim. Lekin afsuski unaqa ishlamas ekan. Hayotda qoidasi sal boshqacharoq. Hayotda faqat bilimni o'zi sizni haqiqatan ham o'zgarishingizga yordam bermaydi. Agarda bilimni o'zi haqiqatan ham siz o'zgarishingizga yordam berganda, unaqada Instagramda har bitta ko'rgan motivatsion rolik sizlarni o'zgartirgan bo'lardi. Lekin unaqa emas. Har bitta o'qiyotgan kitobingiz haqiqatan ham sizni o'zgartirgan bo'ladi. Lekin unaqa emas. Sizlarning fikrlashinglarni o'zgartirgani degani bu haqiqatan ham qiladigan fizический действиеңizni o'zgartiradi degani emas. Odamlar bitta narsani o'ylab, qilayotgan ishi umuman boshqacha bo'lishi mumkin. Chunki fikrlash, men o'ylashim bo'yicha, bu oson. Lekin harakat qilish bu qiyin. Men o'zim 3 oy depressiyada o'tirgan paytim haqiqatan ham fikrlash emas, harakat qilishni tanladim. To'g'ri yo'lda. Menga 3 oy o'zi yetdi kardinalni odam sifatida o'zgarib ketish uchun. Juda. Men 180 gradusga o'zgargan bo'laman. Men sizga konkretni aytaman, 180 gradusga o'zgargan bo'laman. Umuman boshqacha edim men. Lekin bitta minus tomoni bor edi, menda hech qanaqa odam yonimda yo'q edi. Misol uchun, mana qil deb o'rgatib turadigan odam yo'q edi. Men o'zim o'tirib, konkretni siqilib depressiyaga kirganimdan keyin qayerda nima o'zgartirish kerakligini xatolar orqali tushundim. Lekin sizlarda katta возможность bor, imkoniyat. Chunki sizlarning oldingizda hozir men borman. Bu katta gapirish emas. Men sizlarga prosta aka yoki uka sifatida maslahat beryapman. Men sizlarga haqiqatan ham qilish kerak bo'lgan действияларni, nima qilsa yaxshiroq bo'ladi, nima qilmasa yomonroq bo'ladi. Men mana shu narsalarni hozir sizlarga tushuntirib bera olaman. Shunaqa odamlar bor sizlarda. Mana O'zbekistonda hech kim bunaqa chiqmagan bo'lsa, men sizlarga chiqyapman haqiqatan ham aka yoki uka sifatida yordam berishga.
Shuning uchun O'zbekistonda bunaqa yaxshi odamlar bor. O'shalardan bittasi xudo xolasa men bo'laman. Men sizlarga konkretni yordam beraman. Qanaqa qilib hozirgi o'zingizlarning situatsiyalardan chiqib ketishni. Kelinglar birdaniga o'ylab ko'ramiz. Qanaqa sizlarda imenda muammo bor? Потому что 4 ta 5 ta muammoni aytaman, lekin bittasi по-любому sizlarga tegishli bo'ladi. Birinchi o'rinda hammani qiziqtirayotgan narsa munosabat. Munosabatda ko'pincha erkaklarda haqiqatan muammo bor. O'zi O'zbekistonga qaranglar, 90% bolalar, по-моему, latda o'zini pozitsiyasini yo'qotgan. Va nimaga bunaqa bo'layotganini ham o'zi bilaman. Prosta tushuntirib o'tiradigan bo'lsam, hozir juda uzoq bo'lib ketadi. O'zbekistonda 90% bolalari haqiqatan ham latda. Nima sababdan unaqa deydigan bo'lsangiz, chunki bolalar o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotishni boshlashdi oxirgi payt. Uverenность, xarizma, o'zini qadrini yo'qotishni boshlashdi. O'zini qadrlamagan bola qanaqasiga boshqa qiz uni qadrlashini kutishi mumkin. Misol uchun. Ko'p bolalar o'ylashadi, men agarda munosabat topsam, o'zimga to'g'ri qiz topsam, men baxtli bo'laman deb o'ylashadi. Bunaqada sizlarga savol, nimaga ko'p munosabatdagi bolalar oxiri siqilib o'tiradi? Agar baxt haqiqatan ham munosabatda bo'lsa, qiziq-a? Xo'p, ikkinchi muammo. Odamlar bilan muloqot qilishni bilishmaydi ko'p bolalar, uyalishadi. O'ylashadi, agarda pulim, mashinam, kiyimim bo'lsa, men o'zimga ishonadigan, prям уверенный bola bo'laman deb o'ylashadi. Afsuski bu ham unaqa ishlamaydi. Chunki tiqilib yotibdi boy odamlar bor, o'ziga ishonmaydi va birovlar uni ko'z-ko'z qilib hurmat qilishadi, lekin haqiqatan ham odam sifatida hurmat qilmaydi. Ularga sizlar qiziq emassizlar, agarda pulinglar bo'lsa. Ularga faqat sizlarning pulinglar qiziq. Iloji boricha sizlarni egiltirib, oladigan narsasini olib, ularni ketish niyati. Lekin haqiqatan ham sizlarni yaxshi ko'rib, hurmat qiladigan odamlar pulinglar bo'lsa paydo bo'lmaydi. Xo'p, Amir, qanaqa qilib bunaqa qilsa bo'ladi? Odamlar meni hurmat qilishi uchun, qizlarning oldida men o'zim pozitsiyamni yo'qotmasligim uchun, muloqot qilayotganimda uyalmasligim uchun, o'zimni уверенный чувствовать qilishim uchun, kimdir meni kamsitsa ham menga umuman farqi bo'lmasligi uchun. Nima qilsam bo'ladi, mana shunaqa уверенный o'tirib gapirishim uchun. Nima qilsam bo'ladi, чтобы meni 100 ta odam to'g'rimda o'tirsa, 100 ta odam meni haqiqatan ham hurmat qilib quloq solishi uchun. Bolalar, meni 123 mingta obunachim bo'lsa, meni mingtalab odamlar quloq solishadi. Haqiqatan ham mingta kerak bo'lsa, 100 mingtalab odam ham quloq soladi. Hurmat qilishadi. Nima sababdan unaqa deb o'ylaysizlar? Pulimni ko'rsatayotganim uchunmi? Absolutno net. Men Instagramda qachondir pulimni ko'rsatganimni ko'rganmisizlar yoki o'zim ishim haqimda gapirganimmi? Yo'q. Munosabatni ko'rsatganim uchunmi? Men qanaqa qizlar bilan gaplashayotganim, qanaqa uchrashayotganim, nimalar ular bilan qilayotganimni ko'rsatganmanmi? Absolutno yo'q. Menga bu narsa kerak emas. Men bu narsalarni ko'rsatmasam ham sizlar meni haqiqatan ham sezasizlar qanaqa odamligimni. Lekin bu narsani sizlar qanaqa sezasizlar? Men o'zimning xarakterimni to'g'ri qo'yib, o'zimning уверенностьimni ko'rsata olganim uchun sizlar bu narsani sezasizlar. Tushunyapsizlarmi? Har doim ko'rsatayotgan narsanglar bu показатель emas. Xo'p, Amir, tushundik. 3 oy depressiyada o'tirgan ekansan va haqiqatan ham o'zgarishga qaror qilgan ekansan. Lekin mana shu o'zgarishing uchun turtki nima bo'lgan deb so'rasanglar, men sizga aytaman. 3 yilcha oldin o'zimni bitta yaxshi odam bilan munosabatim bor edi. O'sha munosabatda haqiqatan ham katta xato qilganlarim bor. Juda katta. Kerak bo'lsa, orqasidan ham normalniy yugurib qo'ygan joyim bor edi. Lekin men o'ylaganman, что bu yugurishim bilan haqiqatan ham o'sha munosabatlarni qutqara olaman deb o'ylaganman. Men bu narsani prosta qoldirmayman deb o'ylaganman. Lekin afsuski hayotning qoidasi umuman boshqacha ekan. Qanchalik u odam ushlab qolishga harakat qiladigan bo'lsang, shunchalik odam tezroq sendan qochishga harakat qilar ekan. O'shanda bilganman, что haqiqiy hurmat bu odamga erishish emas. Haqiqiy hurmat bu o'zini yerga urmaslik. Aytganimdek, faqatgina siz o'zingizni yerga urmasangiz, boshqa odam ham sizni hurmat qilishni boshlaydi. Agarda siz o'zingizni hurmat qilmasangiz, boshqa odam ham 100% sizni hurmat qilmaydi. Hozirgi odamlarning katta muammosi nimada? Men misol uchun harakat qilishni tanlaganman. Lekin hozirgi odamlarning katta muammosi ular bilishni tanlaydi, harakat qilish emas. Sizlar emotsionalniy dopamin, duxovniy dopaminni olasiz, lekin fizический dopaminni chiqarmaysizlar. Kelinglar, men sizlarga hozir misol keltirib beraman. Nimaga faqatgina o'qishni o'zi yetmaydi? Harakat qilishni ham bilish kerak.
Tasavvur qilaylik, sizlar bilan men bitta xonada o'tiribmiz. Siz ham pianinoda o'ynashni umuman bilmaysiz, men ham pianinoda o'ynashni umuman bilmayman. Lekin bizning ikkalamizga maqsad berilyapti. Mana shu pianinoda bir haftaning ichida o'ynashni o'rganishingiz kerak edi. Va instrument berilyapti. Menga pianino berilyapti. Asliga esa kitob berilyapti. O'sha pianinoni o'ynashni o'rganish uchun. Menda hech qanaqa kitob yo'q. Men to'g'rimga prosta instrument qo'yib qo'yishyapti, nima qilishni ham bilmayman. Pianinoni qanaqa ochishni ham bilmayman. Lekin sizlarga hamma narsa bo'yicha instruksiyasigacha ham detalni yozilganda beryapti. Sizlar bir hafta kitob o'qiyapsizlar. Men bir hafta pianinoda o'ynayapman. Oxiri savol. Bir hafta o'tgandan keyin nima deb o'ylaysizlar? Kim pianinoda yaxshiroq o'ynaydi? Конечно, men. Потому что men harakat qilganman. Prosta teoriya qurib miyamda o'tirmaganman. Haqiqatan ham harakat qilib, xatolarni qilgan bo'lsam ham mayli, taslim bo'lmasdan o'sha xatolarni o'rganib, o'sha pianinoda ideal darajada o'ynab berishim mumkin. Asli kitobdan boshqa narsani qo'lingizga ushlamagasizlar. Nimaligini ham bilmaysizlar. Pianinoni birinchi marta ushlab ko'rganingizdan keyin do'dirashinglar bu aniq. Universitet bilan ham xuddi shunaqa ishlaydi. Universitetga ham sizlar 4 yil o'qigani borasizlar, xemir ham ishlamaysizlar, ishlab universitetdan chiqqaningizdan keyin qo'lingizga diplom berib qo'yadi-da, как будто biz sizlar zo'r ish qilishni bilasizlar. Laxatron. Men 4 yil ishlagan bo'lsam, sizlar 4 yil o'qigan bo'lsangiz, 100% men sizlardan ko'proq o'pitim bor. Absolutno. Menga hayotda men haqiqatan ham ishlaganim ko'proq foyda beradi, sizlar prosta kitob o'qiganingizdan ko'ra. Men universitetda bekordan-bekor soatlarimni o'tkazgandan ko'ra, undan ko'ra ishda tekinga o'sha soatlarni o'tkazganim yaxshiroq. Men undan ko'ra bitta ishxonaga borib, meni ishga olinglar deb bir hafta ularga tekinga ishlab berganim yaxshi ishga olish uchun. Chem sizlarga o'xshab 4 yil o'qib turib, diplom olib, keyin u ishxonaga borganimdan keyin ishga kirmoqchiman desa, opitinglar qancha deb so'ragandan ko'ra-da, misol uchun. Любой ishxona sizlarning diplominglarni emas, sizlarning opitinglarni so'raydi. Qanchadan beri ishlagansan, nima qilgansan? Agar opitinglar yo'q bo'lsa, afsuski ishga olmaslik mumkin. Это в худшем случае. Yoki-da ishga olsa ham, ularda bir oy tekinga ishlab berasan deyishi mumkin. Yoki stajirovkaga tiqib qo'yadi, bilmayman. Nishi joyiga tiqib qo'yadi, xullas. В общем, bu gapim bilan nima demoqchiman bolalar? Birinchi o'rinda haqiqatan ham harakat qilishni bilish kerak. Просто так Instagramda videolarni ko'rib o'tirish to'lqi yo'q. Просто так bu videoni ko'rish to'lqi yo'q. Серьезно. Men sizlarga yozaman, haqiqatan ham oldindan просто так aytib qo'yaman. Bu videoni просто так ko'radigan bo'lsanglar menga kerak emas. Sizlarga ham kerak emas. Menga prosmotringlar qiziq emas, sizlar berayotgan. Laykinglar ham qiziq emas. Men haqiqatan ham sizlar ko'p narsaga erishishinglarni xohlayman. Чтобы nari yoqqa borgandan keyin men Amir Saliyevni ko'rib haqiqatan ham hayotim o'zgardi deyishinglarni xohlayman. Menga reklamanglar qiziq emas, prosmotringlar qiziq emas, laykinglar qiziq emas. Bitta narsani tushuninglar. Men haqiqatan ham buni O'zbekistondagi ayrim bolalarni o'zgartirish niyatida qilyapman. Потому что men sizlarning o'rningizda o'zim ham bo'lib ko'rganman. Kelinglar hozirgi bolalarni katta muammosini aytaman. Hozirgi bolalarning katta muammosi bilim emas. Ochiqchasiga aytaylik. Bilimni sizlar yetak dastasini bilasizlar. Informatsiya hozir juda ko'p. Internetga shunday kiryapsizlar, 5 minutda ichida oldin odamlar 1000 yillab qidirgan informatsiyani topa olasizlar. Hozirgi zamon shunaqa, informatsiya topish umuman muammo emas. Lekin nimaga sizlar kitob o'qish kerakligini bilib turib, sport bilan shug'ullanish kerakligini bilib turib, ishlash kerakligini bilib turib, lekin bu narsani qilmaysizlar. Bilasizlar shu narsani qilish kerakligini, lekin qilmaysizlar. Nima sababdan? Chunki hozirgi zamonning muammosi bu umuman bilim emas. Hozirgi zamonning muammosi haqiqatan ham harakat qilish. Harakat qilish uchun turtki bo'ladigan narsa. Harakat qilish uchun nima imенно turtki bo'ladi? Bu o'zingizni окружениеңiz, yon atrofingizdagi odamlar. Yon atrofingizdagi odamlar agar haqiqatan ham sizlarni qil, mana qil deb tursa, sizlar shu narsani qilishga qaror qilasizlar. Yoningizdagi odamlar o'zi qimillashni boshlasa, sizlar ham ularga qarab qimillashni boshlaysizlar. O'shaning uchun hozirgi zamondagi ko'p bolalarga men o'ylashim bo'yicha yon atrofidagi haqiqatan ham kuchli komanda kerak. Любой bolaga, absolutno любой bolaga kuchli komanda kerak. Kuchli komanda bilan kimdir hali yutqizganini ko'rmaganman, lekin bitta o'zi haqiqatan ham yutqizgan odamlar ko'p. Bitta o'zingizlar ko'p narsaga erisha olmaysizlar. Da, to'g'ri, sizlar kuchli bo'lishinglar mumkin, aqlli bo'lishinglar mumkin.
Sizlar ko'p narsani eplagan bo'lishinglar mumkin. Lekin haqiqatan ham yuqori darajaga chiqmoqchi bo'lsanglar, o'zingizga bitta kuchli jamoaga ega bo'lishinglar kerak. Bilasizlarmi, mana shunaqa muammo ko'plarda borligi uchun ham men O'zbekistonda shu muammoni hal qilishga harakat qildim. Albatta bitta o'zim emas, meni ham o'zimning komandam bor. 4-5 ta odamdan iborat. Va ushbu komandam bilan haqiqatan ham o'zgartirishga harakat qilyapman. Nima desanglar, men sizlarga aytib o'taman. Men O'zbekistondagi birinchi bo'lgan, hech qaysi bloger ochmagan, hech qaysi bloger xayoliga ham kelmagan erkaklarning jamiyatini ochishni niyat qildim. Zo'ra. Erkaklarning jamiyati bu nima desanglar, men sizlarga aytaman. Bu yo'lda sizlar kirganinglardan keyin 180 gradusga o'zgarmasligingiz bu nevozможно. Umuman iloji yo'q. Odamning fikrlashi 100% o'zgarishiga garantiya beraman. Agarda haqiqatan o'sha narsani qo'llasa, ishlasa, o'sha yerda berilgan maslahatlarni qiladigan bo'lsa, prosta bilsa emas. Lekin даже prosta bilsanglar ham, xayolinglar 180 gradusga o'zgarishini 100% garantiya bera olaman. Потому что meni o'zgartirgan sizlarni 100% o'zgartiradi. Erkak jamiyatida nima bo'ladi? Xuddi o'zingizga o'xshagan, haqiqatan ham o'zini o'zgartirmoqchi, ichida yonib turgan, lekin nima qilishni bilmaydigan bolalar yig'ilgan jamiyat. U yo'lga sizlar kirsanglar, sizlar o'zingizga o'xshagan odamlarni uchratib, ular bilan muloqot qilib, katta biznes rejalar, katta muammolarni hal qilish, mana shu narsalarni qilsanglar bo'ladi. Hozir agar sizlar ko'chaga chiqsanglar, qanaqadir odam bilan tanishish sizlarga hozir qiyin. Agar ishingizga tushib qolmasa, o'sha odamga tanishish qiyin. Bu surumma ichida kirganinglardan keyin sizlar bitta oila bo'lasizlar. Imенно o'sha jamiyat ichida. Kirganinglardan keyin bitta oila bo'lib, birga muloqot qilib, muammolarni hal qilib, qanaqadir g'oyalarni gaplashib, ideyalar qilib, birga ko'tarilib, katta natijalarga erishishinglar mumkin. Hozirgi zamonda o'zingizlar prekrasno bilasizlar, birinchi o'rinda turadigan narsa bu tanish bilish. Tanish bilish orqali odamlar millionlab pul topgan, katta problemalarni hal qilgan va bir-biriga chin do'st bo'ladigan darajagacha ham chiqqan. Shuning uchun erkaklarning jamiyati birinchi o'rinda shu narsasi bilan afzal. Ikkinchi o'rinda aytadigan bo'lsak, nima imенно erkak jamiyatida bor? Erkak kishiga hamma narsa kerak bo'lgan narsalar o'sha yerda bor. Erkak jamiyatida 40 kunlik disiplina bo'ladi. Bu yoqda sizlar kiradigan bo'lsanglar, ikkita kurator bor. Birinchi kuratorimiz bu jismoniy tana. Erkak kishiga nima kerak desanglar, обязательно birinchi o'rinda ko'rinish, jismoniy tanasi. Ayol kishilar bilan bizning farqimiz, что biz konkretniy ambalga o'xshab ko'rinamiz. Agarda sizlar ozg'in, kuchsiz, lanch bo'lib ko'rinadigan bo'lsanglar, ayollardan qanaqadir farqinglar bor deb o'ylamayman. Shuning uchun har bitta erkak kishiga jismoniy tana kerak deb o'ylayman. Ustingizga kiyim kiyganingizda ideal darajada tursa, odamlarning ko'ziga приятный bo'lsa, любой joyda ishinglar hal bo'ladi. Любой joyda munosabatinglar ham hal bo'ladi. Birinchi o'rinda ko'rinish. Bu hammasi demayapman, lekin birinchi o'rinda ko'rinish. Chunki odamlar baribir birinchi o'rinda sizni ko'rgan bilan baholaydi. Bu yerda shaxsiy trener bo'ladi. Shaxsiy trenerimiz butunlay har bitta ishtirokchi bilan gaplashib, personalni kimga dieta tutish kerak bo'lsa, qanaqa dieta tutish, kim vazn tashlamoqchi bo'lsa, qanaqa tashlash, kim yig'moqchi bo'lsa, qanaqa yig'ish, qanaqa mashg'ulotlar qilish, qanaqa qilib mishni massani yig'ish, hamma narsani tushuntiradi. Butunlay uyga vazifa beradi, uyga vazifani tekshiradi. To есть butunlay sizlarni kontrol qiladi. Aytganimdek hammaning muammosi bitta. Bu bilim emas, bu harakat qilish va harakat qilishga yordam beradigan odam yoningizda turadi. Shuning uchun bu sizlar uchun zo'r imkoniyat. Ikkinchi kurator qanaqa desanglar, конечно же, ikkinchi kurator bu o'zim. Men sizlarga уверенность, disiplina, xarizma, munosabat, muloqot, hamma mana shu narsalarning aspektlarini tushuntiraman. Tushuntirib, bittalab hammani tekshirib, hammaga qanaqadir maslahat kerak bo'lsa, maslahat berib, muammosini yechish kerak bo'lsa, muammosini yechishga yordam berib, o'zini qilayotgan ishida qanaqa muammo borligini tushunishga ham yordam beraman. To есть qanaqadir munosabat bormi, biznesda bormi, o'rtoqchilikda bormi, любой muammoni absolutno hal qilsa bo'ladi. Haqiqatan ham hal qilsa bo'ladi. Sizlarning katta aybinglar, muammoinglar nimadaligini tushunmasliginglar. O'sha muammoni tushunishga absolutno men yordam beraman. Xullas, har kuni darsliklar qo'yib boriladi.
uyga vazifalar beriladi, nima qilish kerakligi aytiladi va 40 kunning ichida bizning maqsadimiz sizlarni umuman kardinalni boshqa erkak qilish. Kardinalni o'zgartirish. O'rtog'inglar bunda ko'rgandan keyin sen ashi o'zgarib qolibsan, nifiga себе deb hurmat qiladigan darajagacha. Hech qaysi o'rtog'inglar sizlarni so'kolmaydigan darajagacha, грубо говоря. Qanaqadir qiz, "Yo'q, uzr, biz o'rtoq bo'lib qolishimiz kerak" demaydigan darajagacha ham olib kelaman. Qanaqadir qiz sizlarni ko'rib, haqiqatan ham, "Yo'q, bu erkak bilan hazillashib bo'lmaydi. Uni xarakteri yomon. Bu bilan boshqacha gaplashish kerak" deb sizlar bilan hurmat qilib gaplashadigan darajagacha olib boramiz. 100% bilaman, sizlarda ham shunaqa narsa bor. Qaysidir qiz sizlarga yoqadi, lekin u sizlar bilan o'rtoq bo'lib qolgan. Qaysidir qiz sizlarga yoqadi, lekin sizlar bilan foydalanadi. Qaysidir qiz sizlarga yoqadi yoki unga vashshi farqi yo'q sizlarga. Qaysidir qiz sizlarga yoqadi, sizlar oldin gaplashgansiz, lekin hozir uzoqlashgansizlar va u sizni hurmat qilmaydi. Hurmat qanaqa qaytarib olishni bilmaysiz. Mana shu muammolarni hal qilishni bilamiz, bolalar. Bu hammamizning ichimizdagi bo'lgan og'riqlar. Bu narsani mendan boshqa hozirgi paytda, по-моему, hech kim tushunmaydi sizlarni. Men sizlarni tushunyapman. O'zbekistonda bunaqa bloger paydo bo'lishi kerak edi. Endi o'zim bloger deb bilmayman-ku, lekin bunaqa bloger deb paydo bo'lishi kerak edi deb bilaman. Rano или поздно. Va haqiqatan ham hozir bu meni birinchi proyektim. Agarda mana shu proyektim ideal darajada o'xshaydigan bo'lsa, O'zbekistonda juda katta narsa qilsa bo'ladi. Haqiqatan ham. Chunki 98% bolalarning muammosi shunda. Xarizma, uverenность, disiplina. Munosabat, muloqot. Sport bilan shug'ullanishingiz mumkin. Pul topishni bilishingiz mumkin. Lekin odam o'zini kontrol qilish mana og'riq haqiqatan ham nimada. Erkak jamiyatga qanaqa qilib qo'shilsanglar bo'ladi. Kelinglar mana shu haqida hozir tushuntirib o'taman. Bu 40 kunlik reabilitatsiya. Erkak kishini kardinalni o'zgartirish yo'li. O'zimizning menejerlarimiz, kuratorlarimiz bo'ladi. Hamma odamni fikrini, hamma odamni muammosini eshitib chiqamiz. Absolutni. Hamma odamni muammosini hal qilishga yordam beramiz. Va ushbu jamiyatga kirish hozirgi paytda qimmat bo'lmasa ham $100. Agarda siz $100 to'lab o'sha jamiyatga kiradigan bo'lsangiz, bu umringizda ketkizgan eng yaxshi investitsiya bo'ladi. Потому что o'zimizni rivojlantirishga ketkizgan pulimiz bu har doim 10,000 barobar, 100,000 barobar bo'lib chiqadi. Tim более bunaqa proyektda. Hozirgi paytda bu $100. Men buni hali Instagramda, Storiesda, Reelsda reklama qilmaganman. Men faqatgina hozir bepul darsga kirgan bolalarga bu narsani aytyapman. Instagramda, Storiesimda, Reelsimda o'zi reklama qilishni boshlasam bunaqa narx bo'lmaydi. Shuning uchun hozir zo'r imkoniyat. Agarda sizlar haqiqatan ham mana shu jamiyatga kiraman, menga bu narsa важный. Men bo'ldi, yetadi, charchadim, ertaga boshlayman, indinga boshlayman, indindan keyin qilaman deb qilmaslikdan charchadim deyotgan bo'lsanglar, unaqada aynan shu jamiyat sizlar uchun. Aynan shunaqa bolalar uchun shu jamiyatni yaratganman. Shuning uchun hozirgi zo'r imkoniyat. Bu narsa 4-5 kun davom etadi, ko'p emas. Yaqinda Instagramda ham o'zi reklama qilishni boshlayman. Reklama qilgandan keyin $100 bo'lmaydi umuman. Shuning uchun agarda sizlar haqiqatan ham o'zgarmoqchi bo'lsanglar, erkaklarni jamiyatiga, O'zbekistondagi birinchi bo'lgan erkaklarni jamiyatiga kirib, bitta komanda bo'lmoqchi bo'lsanglar, bizlar bilan bunaqada xush kelibsizlar. Menejerimni username-ni pastda qoldiraman yoki mana Mametda ham yozib qoldiraman. Telegramdan yozsanglar, menejerim o'zi sizlarga batafsil ma'lumotni berib, полностью tushuntirib, qanaqa kirish, nima qilish kerakligini aytib o'tadi. Shuning uchun bolalar, agar haqiqatan ham bu narsa menga kerak deyotgan bo'lsanglar, undan ko'ra o'ylamasdan kiringlar. Agarda o'ylayotgan bo'lsanglar, unaqada kirmaganinglar yaxshiroq. Chunki tan olinglar, qanchadan beri o'zgarmoqchisizlar. Qanchadan beri haqiqatan ham hayotinglarni umuman boshqa tarzda ko'rgili kelyapti. Qanchadan beri odamlarni o'sha oldida uyalish, erinish, mana shu narsa joningizga tegdi. Men 100% bilaman, sizlarda bunaqa muammo bor. Lekin sizlar mana shu baribir pulinglarni siqib, yo undan ko'ra men ketqizaman deb arzimagan qanaqadir lavashga ketkizasizlar, sochinglarni maksimum oldirib kelishingiz mumkin, kompyuterda o'rtoqlar bilan kayf safa qilasizlar bo'ldi.
Lekin bitta narsani bilinglar, hozir sizlar $100 ketkazib bu narsani o'rgansanglar, 4-5 yildan keyin katta rahmat deyishinglar mumkin va ketkazgan eng zo'r investitsiyalar bo'lishi mumkin. Lekinda yo'q, mana shu pulni undan ko'ra men kompyuterga, 4 ta 5 ta lavashga, yoqqa borib ozgina aylanib kelishimga ketkazaman desanglar, unaqada 10 yildan keyin nimaga men o'zimni hayotim bilan shug'ullanmadim? Nimaga men o'zimga qaramadim, o'z ustimda ishlamadim deganinglarda yig'lab o'tirmanglar. Naryoqda bolanglar sani oldinglarga kelgandan keyin, "Ada, nimaga unaqa boqolmayapsiz bizani yoki-da nimaga eplolmayapsiz? Nimaga men boshqa bolalarga o'xshab yaxshi yashamayapman? Nimaga onam siqilyapti? Nimaga buvim siqilyapti? Nimaga dodam siqilyapti? Nimaga men bu uyda yashay olmayapmiz? Nimaga men bu yoqqa aylangani bora olmayapmiz?" deyotgan bo'lsa, hayron qolmanglar nimagaligini. Потому что hozir qilayotgan qaroringlar bu kelajakda qanaqadir natijalar va kelajakdagi har bitta natijalar bu qachondir qilgan qaroringlarning natijasi. Shuning uchun Bossroomga taklif qilaman. Va oxirgi bonus, va'da berganimdek, kelinglar men sizlarga Bossroomga kirmasanglar ham baribir bir nechta yo'llarni o'rgataman. Qanaqa qilib qizni oldida o'zini pozitsiyasini yo'qotib qo'ymaslik bo'yicha, qanaqa qilib odamlar bilan gaplashayotganda uyalmaslik bo'yicha bir nechta qilish kerak bo'lgan действиялар bor. Agar sizlar meni menejerimga SLV degan kodini yozsangiz, o'sha kodini yozganingizdan keyin sizlarga fayl yuboradi. O'sha faylning ichida sizlar batafsil ma'lumotni olsanglar bo'ladi. Bu mendan sizlarga bitta kichik bonus. Shuning uchun bemalol menejerimga yozinglar, kodovoy so'z mana shu. Yozganingizdan keyin sizlarga kerakli dokumentni yuboradi. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar, meni tushungan degan niyatdaman.